Barchaga assalomu obunachilar. Bugun biz FK Mobile'da to'rt yo'nalishini 4-haftasi La Liga kelgan. Bunda 120 Mbappélar chiqqan va Fransiya davlatlar tarixida Fransiya yo'nalishi chiqqan. Bugun biz bularni ko'rib chiqamiz va bir qancha draft paketlarni ochamiz. Xolos birinchi bo'lib to'g'risini aytsam, anchadan beri video olmayapman. O'ziga yarasha sabablari bor. Bundan uzr so'rab qolaman. Endi bu yog'iga polniy video qilishga harakat qilaman. Hozir ancha kirmaganim uchun sovg'alar beryapti, shuni olamiz ligadan. Hozir bu yerdan liga token beryapti, 6000 ta bo'lib to'rovni. Oldin o'zi ancha kirmasa, taxminan 1 hafta kirmasa, alohida 6000-7000 sunset berardi. Hozir uni yo'q qilib qo'yishibdi. Mayli, endi kichkina akkauntimda ekanmiz. Mayli, birinchi open pack olamiz, keyin katta akkauntimga o'tamiz. Totus boxda Samuel Eto'o kelibdi. Tezligi 156. Adashmasam, Mbappé tezligi ham shunaqa chiquvdi. Ikkita eng tez o'yinchilar, vashcha zo'r bo'ladi. Endi buning uchun 200 dollarcha donat qilish kerak. O'shanda ola olisizlar garant qilaman. 300 ta trening beradigan. Mayli, kichkina akkauntim. Open pack qilib reski chiqib ketamiz, chunki kichkina akkaunt uchun muhim emas. Mana boyga yetib o'tgan Mbappé ham ko'rib turibsizlar, skors 156, dribling 148, udar 146 va tanatlarni ko'rib turibsizlar, 360 gradus va точный udar shunaqalar bor. Va oyoq to'rga 5. Va Yamal, Pedri, Marcos Llorente va shunaqa o'yinchilar. Yancha muhim o'yinchilar chiqmagan. Biz birinchi pakimiz nechtadir yurdi. Va Ispaniya, LP, Villarreal va 115 Malero degan o'yin tushdi. Va ikkinchi pakimiz 5 yurdi, hech kim tushmadi. Va uchinchisi bunda ham hech kim tushmadi. Ko'rib turibsizlar, pullarga 45 ta qoldi. Jami bo'lib 25 ta ochimman. Ligaga kiramiz. Ligadan yutdi ekanman. 56. Yaxshi, ikkita taraf olaman deb. Va bu yerdan mana ikkita taraf zo'r bu. Va bu yerdan 2000 samasvetli draft hali ham turgan bo'lsa olamiz. Turgan ekan. Bitta buni olamiz va besplatniyni olamiz. Besplatniy. Bundan ham draft chiqsa zo'r bo'ladi, chunki o'zimni shu akkauntimda rosa ko'p draft tushgan bundan. Va yana 3 ta draftimiz bor. Yo'dan bitta yaxshi o'yinchi bersa chotki bo'ladi. Bruzonovich, Alex Febasmi kimdir tushdi. Va yana 5 yurda katta akkauntimni ham chiqarmasa bo'ldi chiqib. Yana 5 ta. To'g'risi kichkina akkauntimni olmadim, vash kelmadi. Sekin katta akkauntga o'tsa ham bo'ladi. Katta akkauntim Facebookga ulaganman, oldin ham ko'rgansizlar. Va 123 over bo'lganman. Bunga video ham chiqarganman 1 haftacha oldin. Shundan keyin boshqa video chiqarmadim. Kommentga yozibsizlar, shundan keyin nima video chiqarmayapsiz u deb o'ziga yarasha sabablar bo'lib qoldi. Yana bir bor uzr so'rayman. Varate Kobel olgandim Kurtvan o'rniga. Buni ham almashtiring, nima Kobel oldingiz, Kurtva yaxshi deb yozishibdi. Lekin bu chisti overchon oldim. O'zim ham Kurtvani qasam fanatiman, lekin zo'r 2 sm bo'yi bor, lekin overam 123 bo'lardi agar Kobel olganimda va oldim. Va bu yerdan ham ko'k jetonlar berishyapti va 10 ta qilsangiz zo'r bo'lardi bitta taraf. To'g'risi yana 8 tadan bo'lsa zo'r bo'lardi. 7,5 ming bo'ldi, uni yana 2,5 ming kerak. 8 ming ta va mana tugadi. Mana 8 ta va bo'ldi. Pochtadan
nechta sanasiya qilamiz? 9900. Adashmasam bularni ham o'ynadim, lekin shu yakshanbadan beri FIFA ga kirmayapman lekin. Men bitta mana shu VSTK o'ynamayapman, bo'ldi Ravni bilan menejer modda o'ynamayapman. Va hatto ham o'ynagan ekanman zo'r. 3100 sanasiya plus. Jambob 15 mingta bo'pti. Va menejer modda aniq o'ynamaganman. Yo'q, o'ynagan ekanman. O'zimga qoyil deydi-yu. Va botdan 2000 ta bitta olamiz. Va taxminan 5 tacha draft ochsak kerak. Nima bilmadim. Agar besplatnidan ham tushib qolsa, 6 ta ochamiz. Qani draft chiqarmikan. Draft yo'q. Trening o'tkazadigan tushdi, afsus. Va bu yerdan nechta olamiz? 4 ta dona. Adashmasam katta akkauntimda pullardan o'z oxirgi marta video qilgandim. Yo'q, video qilmagandim. Ko'rsatgandim, oldin 123 bo'ldim degan videoyimda. Vitini tushdi mana Kobel. Sasav shu ko'rinishda. Vitanani 124 qo'ysam. Bu yerdan hozir bu yerdan har doim pulli tekinga zo'g'a beradi. Bu ham avvaldik 546 ta. Bu yerdan chiqamiz. Sekin open packga o'tamiz. Yo'q, birinchi Totsbook boxdan ochaveramiz etoni. Esan chiqib qoldi. Ochib oldik, nima tushar ekan, o'tkazarsa ham bo'lar. Voy. Bu akkauntimga o'chirtiring. Vashsha olmadim zo'r va. Va bu yerdan 5 tacha draftimiz bor. Buni ochib olamiz. 62 ta pul adan tushishiga. O'sha ulgura olmasam kerak yo'q sezon tugaguncha. Hammasini ochishga. Omadim kelib qolsa yaxshi o'yin tushadi, yo'masa hammasi rasvo bo'ladi. Voy. Normal yurmish taxminan 40 tacha yurdi. 115 bo'lsa kerak. Badashi sportning 115 mi? 117 Suarez degan o'yinchi. 117 yaxshi. Va yana ochamiz. Yana 5 ta don yurdi. Yana 2 ta don draftimiz qoldi. Buni ham tugatsak, sekin Fransiyaga o'tiramiz. Bir zo'r varatar. Va 105. Mayli. Endi botdan sekin Fransiyaga kiramiz. Va bundan keyin tot yo'nalishini o'ziga kirib ko'ramiz, qanaqa nimadan chiqqan ekan. Bu savol javob bo'lsa kerak menimcha. Payshanba kuni shu 4-hafta Fransiya chiqqanmiz, kirmadim. Unutmasam. Va bunda B variant bo'lsa kerak va aniq bu menimcha 1980 yo'q, xato ekan. Mayli, qo'yanini keyin o'tib qo'yarman. Qanaqa o'yinchilar ekan. Fransiya. Shu odam Oliver Kanni olishim kerak, lekin ulgurmadim. Fransiyada cho't o'yinchilar kelibdi lekin. Turam, bu adashmasam eng kichkina Turam. Bilsanglar, oldingi liniyadan Turam zashlik bo'lgan Kumir, uning 2 ta o'g'li bor. Bittasi Juventusda, bittasi qaysi komandada o'ynashini bilmayman lekin. Bu eng kichkinasi bo'lsa kerak. Digin chiqdi, Mateta. Hop, Rabiot, Aklichov, Duve chiqdi. Duvening ukasi bo'ladi. Duvening o'zi emas. Yo'q, Duvening o'zi ekan. 1.41 tezlik, 114 ga vashi zo'r. Va Olise chiqdi. Olise 134 tezlik. Pas chiqarib qo'yishotdi lekin. Mana shu istoriyasini vashi pas chiqarib qo'yishotdi. Va Kante. Любой odamni yoqtirgan o'yinchi, mana shu futbolchisi. Va Konate, Kane, Gusto, Minian, Turan, Pirs, Papin, Zayniddin, Zidan. Ko'rib turibsizlar, 5-5 oyoq, tanatlari ham tiqil yotibdi. Stati ham yomon emas, vashcha zo'r. Bu o'yinchi lekin kam kartasi chiqadi lekin buni.
Va endi Tutsi o'ziga chiqib qo'yamiz, kirib qo'yamiz. Tutsi yo'nalishini o'ziga. Va Liga 1 va La Liga. Yana Tutsigacha adashmasam 1 hafta yoki 2 hafta qoldi. Bularni o'ynab qo'ysam bo'ldi. Botdan 115 plyus berayotgan ekan. 115 plyus. Bularni olganlar boshli birinchisi основныйga o'tadi va shu yerdan ochiradi. Men o'zim 116 plyus ochib shu taraf ochganman va yutot olsam bo'ldi. Va bo'ldi video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'ling.